DNK, ya'ni dezoksiribonuklein kislota. Xo'p, irsiy axborotimizni tashuvchi asosiy tuzilma hisoblanadi. Bu nukleotidlardan iborat. Nukleotidlar bo'yicha hozir masalalar ishlashni o'rganamiz. Nukleotidlar bo'yicha DNK mana bu shakldagi, ya'ni ikkita zanjirdan iborat bo'lgan, bir-biriga antiparallel bo'lgan spiral. Qarang, antiparallel spiral. Men spiral shaklda chizmadim, shunchaki parallel shaklda chizib qo'ydim. Ya'ni kesishib ketmaydigan ip ikkita. Xo'p, endi bu DNKda adenin, timin, guanin, sitozinga komplementarlik mavjud. Bu komplementarlik deyiladi. Adenin timinni to'ldiradi. Guanin sitozinni to'ldiradi. Yoki timin keladigan bo'lsa, uni ro'parasida adenin bo'lishga majbur, sitozin keladigan bo'lsa, uni ro'parasida guanin bo'lishga majbur. DNKni biroz kattalashtirib, bu yerga sitozin, bu yerga guanin, bu yerga timin, bu yerga adenin deb olsak bo'ladi. Demak, birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan tushuncha bu komplementarlik. Komplementarlikka ko'ra Chargaff qoidasi ham bor edi. Adeninlar doim teng bo'ladi timinga. Sababi adenin qarshisiga doimo timin to'g'ri kelgandan keyin yoki timin to'g'ri doimo adenin bo'lgandan keyin bu o'zaro teng bo'lmasdan iloji yo'q. Ikkinchisi, guanin tengdir sitozinga. Xuddi shunday yuqoridagi o'xshaydi bu ham. Guanin ro'parasiga doimo sitozin to'g'ri keladi, boshqa nukleotid to'g'ri kelmaydi. Sitozin ro'parasiga esa doimo guanin. Uchinchisi, adenin plus guanin teng timin plus sitozin. Adenin va guanin yig'indisi timin va sitozin yig'indisiga teng. Bu yaqqol ko'rib turgan haqiqat. Agar adenin bu yoqda nechidir son qiymatiga ega bo'lsa, timin u bilan teng bo'ladi. Guanin qandaydir son qiymatiga ega bo'lgan vaqtda sitozin unga teng bo'ladi. Ikkita o'zaro teng sonni, ikkita o'zaro teng son bilan shunday qo'shyapmizda, o'rtaga tenglik qo'yib qo'yapmiz. Bu muammo emas. Ya'ni bu anglaymiz menimcha. Xo'p, endi mana shu ikkita nukleotid, ya'ni adenin va guaninni biz purin deb ataymiz. Timin va sitozinni esa pirimidin deb ataymiz. Pirimidin, purin va pirimidin mavjud ekan. Xo'p, nima hisobiga buni ajratyapmiz purin pirimidinga? Azot asosining tuzilishiga ko'ra. Hozir nukleotid tarkibini ko'rib chiqamiz. Bu ham kerak, chunki masalalar keladi. Komplementarlik tushunarlimi? Mana shu nukleotidlar degan bir tuzilmalar bor ekanki, ularda mutanosiblik, moslik mavjud ekan. Adenin ro'parasiga timin, guanin ro'parasiga sitozin to'g'ri keladi ekan. Endi keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa nukleotid tarkibi. Xo'sh. Azot asos plus monosaxarid plus fosfat kislota. Qoldig'i. Mana shular qo'shilib hosil qiladi nukleotidni. Nukleotid. Endi azot asoslariga ko'ra nukleotidlarning xillari mavjud. O'rganib olaylik. Azot asosiga ko'ra nukleotid xili bor.
monosaxaridga ko'ra nukleotid xili bor. Va hattoki fosfat kislotaga qarab ham nukleotidlarni xillasak bo'ladi. Azot asosiga ko'ra 4 ta nukleotid farqlanadi. Adenin azot asosi, timin azot asosi, xo'p, guanin va sitozin azot asoslari. Mana 4 xil nukleotid, ya'ni 4 xil azot asosini yozib oldim. Demak, agar bizda adenin nukleotidi DNKda uchrayapti desa, adenin nukleotid DNKda uchrayapti desa, bu adenin va dezoksiriboza qo'shilgan degan. Hozir yozamiz. Adenin azot asosiga ega deb yozdik. Mana monosaxarid qanaqa xili bo'lishi mumkin? Monosaxarid dezoksiriboza yoki bo'lishi mumkin riboza. Adenin dezoksiribonuklein kislota, adenin ribonuklein kislota. Bir xil nukleotid emas, hozir 2 xil nukleotid bo'lib qoldi-ya. Dezoksiribonuklein kislota, ribonuklein kislota. Endi fosfat kislota qoldig'i. Fosfat kislota qoldig'iga ko'ra adenin plus riboza plus bitta fosfat kislota bo'lsa, bu 2 xil narsani beradi. Birinchi versiya bu oddiy adenin nukleotidi. Qarang, adenin, riboza, fosfat kislota. Bu adenin nukleotidi yoki AMF, adenozin monofosfat kislota. Adenozin monofosfat. Ikkita bo'lishi esa ADF ni beradi. 3 ta bo'lishi esa ATF ni beradi. Demak, monosaxarid o'zgarmayapti, riboza holati turibdi. Dezoksiriboza holatida kelmaydi ekan. Adenin dezoksiriboza yoki keyin fosfat kislota desak, bu shunchaki adenin nukleotidi bo'lib qoladi. Bu hozir adenin, riboza va bitta fosfat kislota. Adenin nukleotidi bo'lishi mumkin, ha, to'g'ri, lekin o'sha vaqtning o'zidayoq u AMF ham bo'lishi mumkin. Adenozin monofosfat bo'lishi mumkin. Endi fosfat kislota 2 ta bo'ladigan bo'lsa, ADF ga, 3 ta bo'ladigan bo'lsa, ATF ga aylanadi. Timin tarkibi ham xuddi shunday, lekin unda monosaxarid 2 ga bo'linmaydi. Mana bu yerdan demak faqatgina biz nima olishimiz mumkin? Dezoksiriboza olishimiz mumkin. Timin, dezoksiriboza, keyin plus fosfat kislota. Qoidalarni ajratib olaylik. Bu DNK, buni bu tomonni RNK yozamiz. Xo'p, xili. Bir xili bor, 3 ta xili bor. Qanaqa? Informatsion, ribosomal, transport. 3 xil. Zanjirlar. Ikkita zanjir. Bunda esa bitta zanjir. Bunda timin. Qarang, DNKda timin uchraydi, RNKda yo'q u. RNKda uratsil uchraydi timinning o'rniga. Bu uratsil esa DNKda yo'q. Shuni ajratib oling.
vodorod bog'i, buni hozircha mana bu DNKda mavjud ekanligini bilib olamiz. DNKda bor, RNKda esa vodorod bog'i degan narsa umuman mavjud emas. Mana bu DNKda va RNKda farqlanayotgan narsalar hozircha. DNKda bitta xili bor ekan, RNKda 3 xili bor ekan. Xo'p, nukleotid tarkibiga plus DNK va RNKda farqlanayotgan narsalarga tushuna oldikmi? Bu chizilgan pentozalar, bunisi riboza, bunisi dezoksiriboza bo'ladi. RNK tarkibida bu uchraydi, DNK tarkibida bu uchraydi. Har doim. DNK tarkibida riboza uchrab qolmaydi hech qachon. Xo'p, ikkalasining farqi nimada bo'lyapti? Qolgan qismlar hamma joyi bir xilda, faqatgina mana bu OH birikkan joyda dezoksiribozada H bo'ladi. H. Ya'ni bitta kislorod kam. Endi so'zni yozaylik-da. Dezoksiriboza. Deoksiriboza. Kislorod chiqib ketgan riboza deyilyapti, ya'ni. Tushunyapsizmi? Deoksiriboza, kislorod chiqib ketgan riboza. Ma'nosi shu. Dezoksiriboza deb bekorga nomlanmagan. Formulada ham yaqqol bilinadi. S5H10O4. Bu dezoksiriboza. S5H10O5. Bu riboza. Mana. Yaqqol seziladi bu farq. Xo'sh, demak biz hozir komplementarlikni o'rganib oldik, nukleotid tarkibini bilib oldik. Agar bizga 100 ta nukleotid bor desa, 100 ta nukleotid bor desa, nechta fosfat kislota bo'ladi? Izohga yozib ketamiz. 100 ta nukleotid bor ekan. Nechta fosfat kislota bor? Fosfat kislota. Kutyapmiz. Albatta bunisi. Albatta. Chunki bir dona nukleotid tarkibida bitta fosfat kislota qoldig'i mavjud edi. Bitta fosfat kislota. Demak, 100 ta nukleotidda 100 ta fosfat kislota bo'lishga majbur. Endi 150 ta nukleotid bor desam, nechta monosaxarid bo'ladi? Monosaxaridlar. Nechta? To'g'ri, bunisi. 150 ta monosaxarid. Takrorlab oldik. Endi keyingi punktga o'tsak bo'ladi. Jarayon davomida biz nimani o'rganamiz? Bizda hali uzunlik bor, foizlar bilan ishlash bor, son bilan ishlash bor, nisbat bilan ishlash bor. Yana bu yoqda yana qo'yamiz ki fosfodifir bog'lar bor, ya'ni. Birinchi son bilan ishlashni o'rganib olaylik. DNK chizib olamiz. DNK chizib olamiz. Har doim mana masala ishlayapsiz, masalani o'qidingiz,
o'qib bo'lishingizdan xohlasangiz oldin chizib qo'ying. Xohlasangiz o'qib bo'lgandan keyin chizib qo'ying. Doimo DNK chizish kerak. DNK chizganingizdan keyin umumiy nukleotidlar sonini yuqoriga yoziladi. Masalan, nechta nukleotid mavjud? Aytaylik, 900 ta nukleotid bor. 900 ta nukleotid bor ekan va men buni yuqoriga yozib qo'ydim. Va ikkita zanjir o'zaro teng ekanligini unutmaymiz shu yerda. Ikkita zanjir o'zaro teng. Demak, bitta zanjirda nechta nukleotid bor? Bir zanjirda nechta nukleotid bor? 900 ta umumiy nukleotid bo'lsa, bir zanjirda bir zanjirda 450 ta nukleotid mavjud. Xo'p, yaxshi. Endi men agar adenin sonini, masalan, bu men shunchaki miyadan tuzayman, 200 ta deb oladigan bo'lsam, 200 ta deb oladigan bo'lsam, guaninga nechta qoladi? Oddiy. Qarang, bir zanjirda 450 ta nukleotid bor. Undan 200 tasi adenin bo'lsa, guanin nechta bo'ladi? Malades. Albatta 250 ta. Shu shaklda yozishga moslashaylik, adashmaymiz. Juda ham qulay bo'ladi bu. Ya'ni strukturasini yozib qo'yamiz uni. Mana shu shaklda yozib oling. Yuqoriga umumiy nukleotidlarni, pastga bitta zanjirdan nukleotidlarni. Endi sizga bitta nukleotid soni beriladigan bo'lsa, adenindir, guanindir, o'sha sondan keyingi nukleotidlarni sonini topib ketishingiz oson bo'ladi. Chunki sizda o'zi bir zanjir bor. Qolganini mana shu nukleotid deb yozib ketaverasiz, xolos. Keling, bitta sinov ko'ramiz. Hozir men yozaman va imkon boricha eng birinchi yozishga harakat qiling. Jami 1800 ta nukleotid bor. DNK chizib oldim. DNKni bir zanjirida nechta nukleotid borligiga yozmayman va menga xo'p, guanin soni 300 ta. Adenin nechta? Malades. Qani qolganlar? Qolganlar qanday fikrda? %900 deganlar adashyapmiz. Mana buni soni o'zi 300 ta. Xo'p, bir zanjirda o'zi nechta bor? Bir zanjirda 900 ta bor. Bir zanjirda 900 ta bo'lsa, 300 tasi guaninga band bo'lsa, adeninga nechta qoldi? Albatta 600 ta qoldi. Qo'ysangiz haqiqatan mana 900 beryapti. Haliz, juda ko'pchilik to'g'ri ishladi. Juda ko'pchilik. Demak, o'zlashtirish bor. Xo'p, jarayonni davom ettiramiz. Nukleotidlar sonini bilib oldik. Endi foizga nisbatan ketaylik. Xuddi shu narsani foizga nisbatan ko'ramiz. Nukleotidlarning jami foizi necha foiz bo'ladi? Nukleotidlarning jami foizi necha foiz bo'ladi?
Albatta 100%. Albatta 100%. Biz aytdik-ku mana bu yerda umumiy nukleotid yoki umumiy foizni yozish kerak. Mana umumiy foizni yuqoriga yozib oldik. Bir zanjirimiz necha foiz? Bir zanjir. Ana endi menga birorta nukleotidni foizini bersa, masalan, adenin 15% desa, guaninni foizini topa olamanmi? Bu necha foiz bo'ladi guanin? Aha. Juda yaxshi. Guanin 35% bo'ladi ekan. Buni qayerdan bildik? 50% o'zi bir zanjir edi, 15% adenin band qilgan bo'lsa, 35% guaninga qoldi. Mana shunday tartibda o'ylaysiz, ya'ni. Xo'p, nukleotidlar soni va foizi bo'yicha ishlashni o'rganib oldik. Ana endi davom etamiz. Biz hali bog'larga o'tganimiz yo'q. Uzunlik turibdi shunday. Bog'larni boshlaymiz endi. Bog'lar. Birinchi fosfodifir. Fosfodifir. Fosfodifir bog' qayerda bo'ladi? Fosfodifir bog' nukleotidlarning oralig'ida bo'ladi. Ya'ni mana bu bir zanjir. Adenin, timin, guanin, sitozin kabini yozdik-a. Mana shu nukleotidlarning endi bu yerda birikkan joylari bor. Masalan, adenin mana bu yerga birikkan, timin mana bu yerga birikkan, sitozin mana bu yerga birikkan, guanin, sitozin bu yerga birikkan. Mana shu qizil chiziqchalarning oralig'i fosfodifir bog' deyiladi. Demak, fosfodifir qoidasi nima ekan? Bitta zanjirda bo'lar ekan. Mana birinchi qoida bitta zanjir nukleotidlari orasida ekanligi. Ikkinchisi esa DNK nukleotidlaridan ikkini ayirsak fosfodifir bog' kelib chiqishi. Uchinchisi esa RNK nukleotidlaridan birini ayirsak fosfodifir bog' kelib chiqishi. Hozir men mana shundan keyin yozay. 400 ta nukleotid bor. Nechta fosfodifir bog' bor ekan? Yaxshi. Nimadan ikkini ayirdik?
Nukleotid sonidan 2 ni ayirdik. Chunki bu DNK. Chunki bu ikkita zanjir. Mana shuni ayirsak, demak fosfatifir bog'lari soni chiqadi. Endi aksincha bo'lsin, sizga aytayapmanki, 598 ta fosfatifir bog' bor. DNKda jami nechta nukleotid mavjud? Fosfatifir soni 598 ta, nukleotid soni nechta? Nechta nukleotid bor? Albatta 2 qo'shamiz va bu 600 ta bo'ladi. Bu nukleotid sonini bildiradi. Bog'lardan bittasini tamomladik. Fosfatifir bog'ni. Ana endi keyingi bog' fosfatifir bog'ni ana formulalarda F ni o'zi bilan belgilayman. F P bilan emas. Kerak bo'ladi. Vodorod bog'. Vodorod bog'ni esa H ni o'zi bilan belgilab qo'yamiz. Tamom. Yozib ketaylik shuna qisqartmasini ham. Xo'p, vodorod bog'. Klassik usul va zamonaviy usulni ko'rsataman. Vodorod bog'lar sonini hisoblashda. O'zi nima ekanligini bilib olaylik oldin. Vodorod bog' qo'shni zanjirdagi nukleotidlar oralig'ida hosil bo'ladigan bog' hisoblanadi. Birinchi qoida qo'shni zanjirdagi nukleotidlar orasida hosil bo'ldi. Ikkinchi qoida adenin va timin orasida ikkita. Uchinchisi guanin va sitozin orasida uchta vodorod bog'i mavjud. Vodorod bog'ining vazifasi nima? Qo'shni zanjirlarni uzilib ketmasligini saqlash. Qo'shni zanjir, mana narvonni tasavvur qiling. Narvonni o'rtasida shu oyog'imizni tirab yuqoriga chiqish uchun shu o'rtadagi tayoqchalari bo'lishi kerak. Xuddi vodorod bog'da ham qo'shni zanjirlarni uzilmasdan yaxlit holatda saqlab turilish uchun o'rtada vodorod bog'lar kerak bo'ladi. Xo'p, vodorod bog'larining maqsadi va hozircha tuzilishi tushunarli bo'lsa, endi ular bilan ishlashga o'tamiz. Vodorod bog'larini ikki xil usul bilan hisoblashimiz mumkin. Birinchisi klassik usul. Klassik usul deganda azaldan foydalanib kelayotganimiz, ya'ni adeninlar sonini aniqlab, uni ko'paytirishimiz kerak 2 ga. Masalan, adenin deylik 100 ta. Uni ko'paytirsak 2 ga, xo'p, hosil bo'lyapti demak 100 ko'paytirilgan 2 200. Guaninlar sonini aniqlab, uni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Nega? Chunki guanin va sitozin o'rtasida nechta vodorod bog'i bor? 3 ta vodorod bog'i bor. Xo'p, deylik guanin 200 ta. 200 ko'paytirilgan 3 600 ni beradi.
va oxirgi ish sifatida biz bu sonlarni qo'shib qo'yardik. Jami 800 ta vodorod bog'i bor ekan derdik. Mana bu klassik usul. Endi hozir nima qilamiz? Zamonaviy usulda bir zanjirda 300 ta nukleotid bormi? Bir zanjirda 100 plus 200 mana 300 ta nukleotid bor. Jami nukleotidlar soni nechta? 600 ta. Chunki bu tomonda ham 300 ta bor. Xo'sh. Zamonaviy usulda nukleotid soniga guanin sonini qo'shib qo'yamiz va vodorod bog' hosil bo'ladi. Isbotlaymiz. 600 ta nukleotid bor edi, plus dedik, 200 ni 800 bo'ldi. Mana. Bu istalgan masalangizda to'g'ri kelaveradi. Hammasi to'g'ri keladi. Hech o'ylanmang, doimiy tushadigan bu formula. Aksincha sizga vodorod bog'ini bersa, undan ayirasiz guanin sonini, chiqadi nukleotidlar. Yoki yana bitta alternativ, vodorod bog'idan nukleotid sonini ayiradigan bo'lsangiz, chiqadi guanin soni. Mana bitta formulani o'zidan ikkita yana yondosh formula yasab oldik. Vodorod bog'larni hozirchalik shu aytgan ma'lumotlarim tushunarlimi? Savol bormi yo? Shu joygacha. Xo'sh, juda yaxshi. Ana endi vodorod bog' soni bo'yicha masala ishlab qo'yishimiz kerak. Denga chizib qo'yaman. Nukleotidlar 400 ta, guanin 100 ta. Vodorod bog' nechi? Nukleotid 400, guanin 100, vodorod bog' albatta formuladan foydalanganimiz osonroq menimcha. Formulada nukleotid soniga yozamiz. Hozir bu yerda 400 ni, guanin soniga yozamiz 100 ni. Hosil bo'ladi 500 degan son. Juda yaxshi. Demak, vodorod bog'lar 500 ta ekan. Vodorod bog' sonini tushunib oldik. Fosfor-efir bog' sonini tushunib oldik. Xo'sh, ana endi ko'rishimiz kerak nisbatli masala. Nisbatlardan foizlar nisbatidan qanday foydalanishimiz kerak. Mana shu narsani ham o'rganib olsak, bugunga xudo xolasa yetadi ma'lumotlarimiz. Son va foiz. Son va foiz nisbatlaridan foydalanish. Birinchi, son nisbatidan foydalanamiz. Aytadiki, masalada adenin va guaninning nisbati 1 ga 3 bo'lsa deb. Masala shunaqa bo'lishi mumkin. Va H bog'lar soni 1100 ta bo'lsa, nukleotid nechta? Jami nukleotid nechta? Shunaqa masala berdi deb tasavvur qiling. Endi biz bu holatda DNK chizib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz DNK chizib olamiz. Yozamiz adenin, yozamiz guanin. Xo'p, komplementarlarni ham yozib qo'ydik.
Adenin nisbati 1 edi, bitta yozib olaman. Guanin nisbati 3 edi, 3 ta yozib olaman. Mana shu berilgan nisbatni men nukleotidni soniga aylantirib olaman. Demak, bitta adenin bo'lgan vaqtda 3 ta guanin bo'ladi ekan. Bitta adenin bo'lgan vaqtda bitta timin bo'ladi, 3 ta guanin bo'lgan paytda 3 ta sitozin bo'ladi. Xo'p, menda jami nechta nukleotid bo'ldi? 3 3 1 1 qo'shadigan bo'lsam 8 ta nukleotid bo'ldi. Mana shu 8 ta nukleotid tarkibida nechta vodorod bog'i mavjud? Nechta vodorod bog'i bor? Mana shu 8 ta nukleotid tarkibida. Mutlaqo yo'q. 100 ta guaninmi? Yo'q. Unaqa emas. Men shunchaki mana bu yerdagi vodorod bog' so'radim. Mana adenin va tim o'rtasida, guanin va sitozin o'rtasida hosil bo'lyapti. Mana 8 ta nukleotidni o'zida 8 plus 3 teng 11 bo'ladi. H bog'lar soni 11. Tushunyapsizmi? Men chizgan DNK'ni o'zini so'radim. Bu DNK'ni o'zida 11 ta bo'ladi H bog'. Xo'p. 8 ta nukleotid orasida 11 ta vodorod bog'i mavjud bo'lsa, 1100 ta nukleotid orasida vodorod bog' bo'lgan vaqtda nechta nukleotid bor desak, 800 ta nukleotid kelib chiqadi. Demak, jami nukleotid 800 ta ekan. Endi masala beraman, siz ishlab ko'rasiz. Mana shu masalani ishlang. Adenin va sitozin nisbati 2 ga 3 bo'lsa, vodorod bog'lar soni 2600 ta ekanligini hisobga olib, nechta nukleotid borligini hisoblang. Nechta nukleotid bor? Yaxshi, 2000 ta. Qanday chiqaramiz? DNK chizib olamiz oldin. Adenin, guanin, timin, sitozin. Adenin 2 ta bo'lgan vaqtda sitozin 3 ta bo'ladi deyapti. Demak, bu ham 3 ta, bu ham 2 ta. Jami qo'shadigan bo'lsam 10 ta nukleotid bo'ldi. 10 ta nukleotid. O'sha vaqtda nechta vodorod bog'i mavjud bo'ladi? 10 ta nukleotidda mana bu 3 ni qo'shib oladigan bo'lsam, ya'ni 10 plus 3 qilsam 13 ta vodorod bog'i bo'ladi. Demak, 13 ta H bo'lsa, 2600 ta bizda vodorod bog'i bor. Jami nechta nukleotid bo'lgan degan proporsiya qilib qo'ydim.
2000 ta ekan. Eski